Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun farg'ona qo'qonga keldik. Xudo xolasa mana 1.5 oldi qozon qo'yadi yo'q hech ham qo'rqinmasdik. Mana o'sha yonib, xudo xolasa sinovdan o'tdi. Oldi ko'rinishi tozalash qoldi. Azbest turbi. Bu xudo xolasa mana distanimiz 5 lik. Atroflari apparatda to'kiladi. Xudo xolasa effekti zo'r bo'ldi. Orqa tomondan ko'rsatib beramiz. Mana shu orqa ko'rinishi. Xudo xolasa yoqqan bo'lsa like bosinglar. Pastga nomer qoldirib beramiz, aloqa chiqib olasizlar. Keyin bu akamizga yaqinda bitta qurib ketdik, mana ko'rsatib beramiz. Mana orqa tomoni. Buni yaqinda qurib ketdik, nari ikkinchi pechkamiz. Xo'p, keladi. Yoqqan bo'lsa like bosinglar.